Shahvat va non o'liklari. Munofiq so'zi arab tilida yumron qoziqning ini degani. Metroni ham arablar nifoq deyishadi, ya'ni yumron qoziqning ini kabi ichi bo'm-bo'sh bo'lgani uchun. Munofiqning qalbi ham metro, yumron qoziqning ini kabi huvillagan bo'sh. Havodan boshqa narsa yo'q. Xafa qilmaslikni hamma bajara oladi, ammo xafa bo'lmaslikni hamma ham uddalay olmaydi. Hech kimdan xafa bo'lmay qo'yganimizda komillik bosqichiga kirgan bo'lamiz. Mahzun bo'lmaslik inson boshiga tushayotgan yaxshi yoki yomon jazoning Alloh tomonidan kelganini idrok etish masalasidir. Yaxshi va yomon holat boshimizga tushganida u yo qilgan gunohlarimizning jazosi yo sinov bo'ladi. Jazo so'zining ma'nosi ism sifatida bir narsaning badali va evazi. Masdar sifatida esa yaxshi yoki yomon biror fe'lning, amalning evazini berish deganidir. Qur'onda Alloh taolo ba'zi kishilar qilgan gunohlarining jazosi sifatida bu dunyoda ko'plab falokat va musibat bergani va qilgan gunohlari yaxshi amallari evaziga savobga aylantirilgani xabarini bergan. Hamma narsa ilohiy adolat va rahmat ustiga qurilgan. U rahmati bilan qilgan gunohlarimizga o'sha zahoti jazo bermaydi. Boshimizga tushgan musibat yomon yo'lga kirib ketmasligimiz uchundir. Bu qonun isyonkorlarning qaysi gunohim uchun bu musibatni berding deb yaratuvchini so'roqqa tutadiganlari uchun ishlamaydi. Muhrlangan qalblarning shifosi yo'qligi tabiiy. Ularning bileti kuygan. Bu qonunni bilganlar esa hech nimadan xafa bo'lmaydi, xafa ham qilmaydi. Tavba va istig'for faqatgina gunohning afviga emas, sadaqa kabi balolarning raddiga va yaxshilikning fathiga ham dalolat qiladi. Iblis tutunsiz olovdan yaratilgan. Zamonaviy fan tilida bu radiatsiya deyiladi. Bizga radiatsiya va nurni bir xil narsa deb tushuntirib kelishdi. Ammo ular bir narsa emas, bir-birining ziddi. Bugungi fan va bilim radiatsiya nazorati ostida. Inson nuroniy borliq energiyasiga, iblis esa buning ziddi nar, ya'ni otash radiatsiyasiga ega. Atmosfera bizni quyosh radiatsiyasidan himoya qilishini bilamiz. Ammo mana shu atmosfera bizni kasal ham qilishi mumkin. Insonning ham iblis sulolasidan mudofaa qiluvchi o'z atmosferasi bor. Ya'ni radiatsiyadan bizning yomon amal va salbiy qarashlarimizdan tarqaladigan qo'rquv, xavf energiyasi bilan o'z magnit maydonimizni teshayotgan bo'lamiz. Bu iblis miyani ishg'ol qilmoqda degani. Hech o'ylab ko'rdikmi? Fuhush va narkotik sektori nega bu qadar kuchli? Idroki o'g'irlangan insonning miyasi osongina uvushadi. Narkotik va fuhush magnit maydonining eng buyuk dushmani. Ibodatimizning vazifasi aslida muvozanatni saqlab, chastotani ko'tarib, magnit maydonimizni radiatsiyadan, ya'ni iblisdan himoya qiladi. Ma'noni ko'ra olmaganlar shahvat va non o'liklaridir. Kasal bo'lganimizda eng toza, eng shirin suv ham achchiq va zahar kabi tuyuladi. Ichi g'azab, kin, nifoq, shukursizlik, manmanlik, sabrsizlik bilan to'la inson ham axloqli bir ishga qaraganda toza suv zahar kabi tuyulganidek o'zini battar kasal qiladi. Niyoziy Misriy aytganidek, xalq ichida bir oynaman. Har kim boqar bir on ko'rar. Har ne ko'rsa o'zin ko'rar. Goh baxshi, goh yomon ko'rar. Shayton ham Odam alayhissalomga qaradi, ammo tuproqdan boshqa narsani ko'ra olmadi. Haqiqiy ko'rlik men ko'rligidir. Yusuf alayhissalomning aka-ukalari Yusuf ko'zimizga bo'ri bo'lib ko'rinardi degan edi. Vaholanki Yusuf alayhissalom gul yaprog'i ustidagi shabnam kabi toza bo'lgan.
Ishlarning eng qiyini esa irfon sohibi bo'lgandan keyin nifoq ahlining ichiga tushib qolish. Metro kabi bo'shliqqa. Qizimning otasi kim? Hayoti iztirob va zulm bilan o'tgan insonning ichida muazzam bir ilm bo'ladi. Odatda axloq uning umurtqasiga aylanadi. Eng yaxshi kitoblarni yozadi ular, chunki zulm qalb ko'zini ochib qo'ygan bo'ladi. Hazrati Vahshiy va Hindning musulmon bo'lish sababini bilasizmi? Hind Hamza roziyallohu anhuning yuragini olib chaynamoqchi bo'lganida, Hamza roziyallohu anhuga jannatdagi maqomi ko'rsatilgan edi. Hamza roziyallohu anhu: "Ey Allohim, bu maqomga erishmoqim sababchilarga hidoyat ber", deya duo qilgandi shahid bo'lishidan avval. Jallodiga jannat so'ragan edi. Bu yodimga tushganida bizga ham zulm qilgan bechoralarning borib peshonasidan o'pib kelgim keladi. Yaxshiyam borsan, o'z rolingni zo'r ijro qilding. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan edilar: Kim Abu Damdamga o'xshashni xohlaydi? U har kuni ertalab uyidan chiqqanida: Allohim, men hammadan roziman, roziligimni hammaga sadaqa qilaman der edi. Hech birimiz bu dunyoga yomonlikni taftish va yaxshilikni isbot qilish uchun kelganimiz yo'q. Intiqom yoki badduo mo'minga yarashmaydi. Zero siyrat kitoblarida ko'rdimki, Alloh taolo Zakariya alayhissalomning qotillariga yordam berganlarning hammasi jami 95 ming kishining jonini olgan edi. Navvoy Ali afandi bir kun bolalarning tandirga olov yoqish uchun o'tinlarning tep-tekis bo'lganlarini ajratib, qo'yib egrilarni yoqayotganini ko'rib qoldi. Nega to'g'ri o'tinlarni ajratdingiz deb so'radi. Ulardan bolta va ketmonga dasta sop qilmoqchimisiz deb javob berishdi. Ali afandi buni eshitib, yerga cho'kkalab o'tirib qoldi. Osmonga qarab, o'tinlarning ham to'g'ri bo'lganlari o'zini olovdan, yonishdan qutqarib qolmoqda. Senchi ey inson, sen nega egrisan, deya yig'lashga tushdi. Yara o'liklarga og'riq bermaydi. Yaralarning iztirobini his etayotganlar qalbi o'lmagan tiriklardir. Nega ba'zan Alloh kalomidan ko'p va xo'p bahs qilamiz-u hech kim o'git olmaydi. Chunki yaraning og'rig'ini his etish uchun tiriklik lozim. Gunohning hidi bo'ladi. Buni hamma ham bilavermaydi. Odatda g'iybat, ig'vo va fisqning ini bo'lgan joylarda kasallik ham qaynaydi. Hidi chiqib turadi gunohlarning. Bizni charchatmaydigan yagona narsa shikoyat bo'lib qoldi. Ibn Javziy deydiki, salaflar dardlarini birovlarga gapirishni sevmas edi. Hatto dardini doston qilsa huzur halovat topishiga ishonganida ham. Insonlarga shikoyatchi bo'lish zaiflik, musibatni yashirish esa kuch va izzatning alomatidir. Abu Abdulloh Qarshi hazratlariga oriflardan biri: ibodat qilaman, ammo halovatim yo'q, nima qilsam bo'ladi deganida, sening yoningda iblisning Dunyo ismli qizi bor. Otasi albatta qizining uyiga mehmonga keladi. O'sha qizning uyi sening qalbing. Iblis kirgan har bir uyga fasod olib kirishiga shubhang bormi? Deb javob bergan edi. Shaytonning eng buyuk hiylasi o'zining borligini unuttirishdir. Biz o'z egriligimizni bilmagunimizcha to'g'ri narsalarni ham egri ko'raveramiz. Ha, oriflarning yoniga o'z qizini bog'lab qo'ygan maxluq biz avvomlarni tinch qo'yadimi? Bormi yonimizda, uyimizda o'sha qizlardan? Hatto bitta emas, qizlarimiz ko'p. Otasi-chi? Mehmonga kelib turibdimi? Asosiysi
qizlarimizning otasini unutmaylik. O'zingni sot. Romansan hayot. O'qilishi oson, ammo yashalishi qiyin roman. Ibn Qayyim rahmatullohi alayh Qalb dorisi nomli kitobida bir tilanchining o'lim onida yonida bo'lgan kishi Alloh rizosi uchun sadaqa qiling, Alloh rizosi uchun sadaqa qiling deya takrorlab jon taslim qildi deb yozadi. Qadimda yo'qolgan yoki qochib ketgan eshaklarni qidirib topuvchilar bo'lgan. Eshak qidiruvchilik kasbi. Bir eshak qidiruvchisi bir yilda 60-70 marta bu ishni qilganidan keyin ajali yetgan edi. Derazadan boshini chiqarib, qora eshakni kim ko'rdi? Eshakni ko'rganlar bormi? deya baqirib jon bergan edi. Eshak qidiruvchilar eshak kabi yashaydi, eshak kabi o'ladi, eshak kabi tiriladi. Hayotdan kir, illat qidiruvchilarning oqibati kabi. Hayotga tafakkur bilan nazar solsak, g'iybat, fisq, fasod va ig'vo bor davrada kasallik ham avj olgan bo'ladi. Chunki suhbatlar o'g'ridir. Nega Robbimiz gunoh qilganingizda tezroq tavba qiling deydi? Alloh taoloning marhamatidan aslo shubhamiz yo'q. Tavbaning foydasi 2 dunyomiz uchun. Qilingan gunohlar yer yuzining, insonlarning, hayvon va o'simliklarning tebranish to'lqinini o'zgartiradi. Ya'ni u davrada shaytoniy to'lqin yuksaladi. Oriflar aytganidek, mazlumning ohini olma, uning ohi osmonni teshadi. Biz tavba qilganimizda shaytoniy borliqning tebranishlari o'chadi. Chunki u borliq bizning gunoh va qo'rquvimizdan ozuqa olib yashayotgan edi. Bir gunoh ikkinchi bir gunohning taklifnomasidir. Ular ko'payganida idrokimiz teskari ishlay boshlaydi. Oqni qora deymiz. Shaytonning do'sti va askariga aylanib borayotganini inson o'zi anglamay qoladi. Idrokimiz o'zini oqlaydigan darchalar ishlab chiqarishga tushadi. Kibr va menlik ortadi. Qalbimiz qotib, qilayotgan amalimizning to'g'ri ekanligiga ishona boshlaymiz. Hatto ularni bezashga tushamiz. Aslida gunohlarimiz evaziga ko'ngilsiz voqealar ketma-ket keladi. Ammo idrok teskari ishlayotgani uchun to'g'rini topa olmayotgan, ko'ra olmayotgan bo'lamiz. Dunyoda xatosiz 2 inson bor. Biri o'lgan, ikkinchisi hali tug'ilmagan kishi. Sufyon Savriydan qaysi asrda yashayapsan deb so'rashganida, oz yeb, sukut saqlab, jimgina o'limni kutish asrida deb javob bergan edi. Ba'zan sukutning o'zi butun boshli bir duo. Chunki jimjitlikning eng yaxshi eshituvchisi Allohdir. Haqiqatlarning ko'pi siz inkor etayotgan narsalardir. Ruhiyatshunoslarga ko'ra, yolg'izlik hissi atrofimizda emas, ichimizda hech kim qolmaganida paydo bo'ladi. Haqqa erishishda oshib o'tish qiyin bo'lgan tog'ning ismi mendir. Bu tog'ni men bilan oshib bo'lmaydi. O'rtadagi tog'ni olib tashlash kerak. Senga bir tavsiya beraymi? deydi Ibn Arabiy. O'zingni Allohga sot va jahannamdan ozod bo'l. Buni 70,000 marta la ilaha illalloh deyish bilan bajara olasan. Ibn Arabiy Futuhot-i Makkiya 18-jild 253-bet. Ulkan ne'matlar buyuk fidokorlikning orqasida yashirilgan. Fidokorlik qilmasdan hech kim hech nima qozona olmaydi. Sunnat ko'zi. Amalimiz gapirishini bilarmidik? Uning so'zlari eng ta'sirli nasihatdir. Amal so'zlarini hech qaysi quloq quvmaydi, haydamaydi, rad qilmaydi. Imom Buxoriyning amali nima deydi?
Imom Buxoriydan so'rashdi: sizga shuncha zulm va haqoratlar bo'lmoqda, tuhmat qilinmoqda. Bularni badduo etmasdan qanday sabr qilyapsiz? Muhaddislar imomi dedi: men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Kavsar hovuzida men bilan uchrashguningizcha sabr qiling degan hadisini bilaman. O'sha kunni kutyapman. Siyaru olamin nubala 12-jild 461-bet. Tavhidni yashamoqchi bo'lgan insonda o'tmish bo'lmaydi. Men o'tmishda shu musibatlarni yashadim. Falonchi menga zulm qildi. Pistonchi meni chuv tushirdi. Onam qo'limni chimchiladi. Otam tarsaki tortdi. Men haqli va gunohsiz edim. Bular bilan tavhid bir joyda jam bo'la olmaydi. O'tmishda yomonmi, yaxshimi, nima bo'lgan bo'lsa, hammasi bizni bugunga olib kelish uchun sodir bo'ldi. O'tmish bir kema edi. Bugunimizga olib keldi. O'tmish mavzusi tugadi. Bu ishning ammosi, lekini, birog'i, lomi, jimi, mimi yo'q. To'g'ri. Siz haqli bo'lgandirsiz. Ammo uni tavhid bilan birlashtira olmaysiz. Savoblarni ham unuting. Odatda inson gunohiga tavba qilib savobiga yopishadi. Ishqni qanday topamiz? Gunohni ham, savobni ham tashlab yuborsak, ikkisiga ham tavba qilsak, nima bo'lsa bo'ldi, foil Alloh edi. Tavhidning bizdan istagani budir. Hayotga, insonga, koinotga qaysi ko'z bilan qarashimiz kerak? Sunnat ko'zi bilan. Har qanday mavzuning eng to'g'ri manbai sunnat ko'zidir. U bilan qarasak nimalarni ko'ramiz? Sunnat ko'zi mo'tadil, mustaqim, teran, oliydir. Fitriy va qalbiydir. Uning qarashlariga basirat, farosat, hikmat yuklangan bo'ladi. Bu ko'z rahmat nazari bilan qaraydi. Allohning nuri bilan hayotni o'qiydi va to'qiydi. Chunki bu ko'z Allohning ko'r degan joyidan ko'radi. Faqatgina peshonadagi ko'z bilan emas, ko'ngil ko'zi bilan kuzatadi. Muvozanat ohang, odobning ko'zi. Toifda o'zini toshbo'ron qilgan toshbaqalarning toshga aylanishini xohlamagan zotning ko'zi. Fath kuni 2000 nafar makkalikka gunohkor ko'zi bilan qaramasdan marhamat va afv tilini gapirtirgan ko'z. Bu boqish avval Makkani, keyin makkaliklarning yuragini fath etdi. Tog' kabi 70 nafar sahobasini bag'riga ko'mgan Uhudga qaysi ko'z bilan boqdi? Uhud bilan yarashdim. Uhud bizni sevadi. Biz Uhudni sevamiz. Ko'zi bilan qaradi. Bugun har birimiz ikki dunyoyimizning oydinligi nuriga, ya'ni sunnat ko'ziga muhtojmiz. Chunki qarashimiz loyqa, ongimiz dazmollangan, ruhimiz tarqoq, qalbimiz esa bo'sh. Sekulyar, populyar, liberal, ratsional, gumanitar, pagan ko'zoynaklarni taqdik. Ular ko'z qorachiqlarimizni buzdi. Mafkuraviy, pragmatik, fanatik dunyo qarashimiz bizni tugatdi. Sunnat Qur'on ichidadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan jonli, qonli yashalgan sunnatdir Qur'on. Ibn Ataulloh Sakandariyning Quturgan nafslar shifosi nomli kitobida o'qidim. Agar inson bir-biriga zulm qilmasa, Allohga bu dunyodayoq qovusha olardi. Ammo inson chirmovuqqa o'xshaydi. Chirmovuq oldiga chiqqan har qanday to'siqqa yopishib, o'rab, chirmab olgani kabi, hech qachon to'g'ri o'sa olmagani kabi, inson ham oldidan chiqqan har gunohga chirmovuq kabi yopishadi
to'g'ri o'smaydi. O'sha gunohni sodir qiladi. Natijada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Allohga qovushmoqdan mahrum bo'ladi. Odob o'rganmay turib, ilm o'rganilmaydi. Sunnat ko'zi bilan qaramay turib, tavhid yashalmaydi. Ikkilikdan qutulmay turib, birlikda o'lib bo'lmaydi. Muz nilufarlari. Ongimiz dastur o'rnatish mumkin bo'lgan a'zoyimizdir. Buni biz qila olamiz. Iymon dasturini ongimizga ko'rsatma sifatida o'rnatmasak, bizning o'rnimizga buni boshqalar qiladi. 2018-yilda Turkiyada 300 million quti antidepressiya dorisi sotilgan edi. Bu son 2018-yilda qolib ketgani yo'q. Yil sayin ko'paymoqda. Tom ma'noda aql va ruh sog'ligining qatli omi bu. Boshqa narsa emas. Nega 3 daqiqa avval okeanning qa'rida tug'ilgan bir baliqqa nima yeyishni, qanday harakat qilishini, qayerga ketishini, qanday nafas olishini, inini qanday topishni o'rgatgan Robbimizga o'zimizni topshira olmaymiz. Umidsizlikka tushishga yo'l yo'q. Ongimizni ozod etib o'rganishda davom etmoq yo'li bor. Ba'zi hollar faqat qalb bilan tushuntiriladi. Agar u hol so'zga to'kilsa, so'z uni bo'g'ib o'ldiradi. Bu hol sohibi so'zning shahvatiga yo'liqdi demak. Birovni yomonlab yuradigan kishi o'zini unutgandir. G'iybatning asl zararlaridan biri ham e'tiborning o'ziga emas, boshqa tarafga qaratilishida. G'iybat insonni o'zidan uzoqlashtiradi. O'zidan uzoqlashgan Robbisidan ham uzoqlashadi. Dengizga otilgan bir toshdan to'lqinlar yoyilib tarqalganidek, bir insonning ichida boshlangan sevgi ham borgan sari yoyiladi, kattarib ketaveradi. Hayvon, o'simlik, daraxt, tabiat, inson sevgisi va marhamati ko'rinishida kengayib boradi. Umar Hayyom deganidek, sevging bilan tuproqqa kirib, sevging bilan tuproqdan chiqaman. Qutulishimiz ham, halokatimiz ham shu dunyodadir. Dunyoning tabiati va yaratilishi shunday. Har doim bag'ridan bir go'zallik chiqarishga moyil. Tabiat yaxshilik va go'zallik tarafiga tilsimlangan. Ba'zan tabiat qonunlari meni dahshatga soladi. Bolalari sutdan chiqmay turib, hech bir ona mushuk juftlasha olmaydi. Juftlashsa sut emayotgan bolalari o'ladi. Bir mushukka buni kim o'rgatgan? Tipratgan juftiga tikanlarning uzunligi masofasida yaqinlasha oladi. Undan qisqa masofada biladiki, tikanlari sanchiladi. Juftiga ozor beradi. Inson ham shunga o'xshaydi. Haddan tashqari yaqinlik uzoqlikdir aslida. Bir-birimizga sanchilish, aziyat berish ehtimolimiz yuksak. Bir inson vijdonining og'zini yopmasdan yomonlik qilishga ishonmayman. Vijdonning og'zi qanday yopiladi? To'g'rirog'i, u vijdonining og'zini yopmaydi. Uni aldaydi. Inson hamma yomonliklarni yaxshilik uchun qilyapman deb o'z-o'zini ishontirib, o'z-o'zini aldab keyin qiladi. Antarktidada muz nilufarlari bor. U yerda sovuq 90 daraja, haddan tashqari ayoz. O'simlik o'sishining imkoni yo'q, ammo tabiat matematik sistemasidan voz kechmoqchi emas. O'simlik o'smasa, bu qanday gul? Go'zallikning zuhuridir bu. Muz qatlamning ostidagi suv yuzaga qaraganda haroratliroq. Muzlik ostidagi issiq suv bug'lanib, yuqoriga chiqarkan, sovuq havo bilan birlashib, nilufar gullari shaklida muzlab qoladi. Tabiatga kodlangan nafislik. Odatda nilufar gullari botqoqda o'sadi. Uning badbo'yini nafis hidga aylantiradi. Agar biror kishi bizni ko'rganida Allohni xotirlayotgan bo'lsa,
demak bizda bir qiymat bor. Atmosferani yirtadigan, oldiga chiqqan hamma narsani sovurib supuradigan siklon bo'ronini bilsangiz kerak. Uning ham o'rtasida sassiz, sadosiz, sokin bir markazi bor axir. Sokin va sukun ichida qolmoqni bo'ron markazidan o'rgansak. Zero hayot bir bo'ron emasmi? Mo'minning yuzini bezagan ikkita go'zallik mavjud. Bular sukut va tabassum. Inson bilmagan narsasining dushmani va jaholat uyquga o'xshaydi. Seni shirin uyqudan uyg'otganga qanday jahl qilsang, g'aflatdan uyg'otganga ham shunday qilasan. Bu dunyoda siklon bo'roni, tipratgan yaqinligi, muz nilufarlari va mushuklar qonunini bilmagan, tabiatdagi har bir narsaga yaratuvchining oyati deb qaray olmagan johilga nima desam behuda, nima desam bekor. Har doim dunyoning eng horg'in kishilari uyg'oqlar bo'lib kelgan. Uxlasa tushlari aldaydi, uyg'onsa insonlar. Bilmayman. Bab Aziz kinosining rejissyori tunislik aktyor Najar Hemir. Otangiz bilan yo'lda ketyapsiz. U yuz tuban yiqilib tushdi. Nima qilgan bo'lardingiz? Uni turg'izib yuzidagi changni artar edingiz. Men ham asarlarim bilan otamning yuzini tozalayapman. Kinoning zarracha qizig'i yo'q menga degan edi. Rejissyorning gaplaridan ancha ta'sirlandim. Yozuvlarim uchun bo'xton va haqoratlarning menga umuman farqi yo'q. Otam ham o'lib ketgan, Robbim rahmat qilsin. Mening ishim tiriklarim bilan, bolalarimning yuzini tozalamoqchiman xolos. Yerga yuztuban yiqilib tushayotgan bolalarim bilan. Qachon charchasam, umidsizlikka tushsam bir umid keladi yuragimga. Yugurishga majbursan, chunki yiqilgan otni otib o'ldirishadi. Yiqilmaylik, tik turaylik va doim yuguraylik. Qiyomat boshlanib qolsa, qo'lingdagi ko'chatni ek, deydi bizga rahmat payg'ambarimiz. Ko'chat ekmoq faqatgina bir niholni yerga suqmoq emas. Ko'chat ekmoq solih amaldan to'xtamaslik, zikrda, shukurda, halol yashashda davom etmoq. Chunki biz haqiqatning tilanchilarimiz. Kimdan haqiqatga oid bir so'z eshitsak, faqirlik piyolasini uzatib keldik doim. Ammo so'zimizni tushunganlar juda oz. Masalan, nega Naqshband hazratlari dam bu damdir, dam bu dam deydi. Chunki o'tmish ham, kelajak ham damning, onning, bugunning ichida. Damni yashaganlar hol ahlidir. Kelajak ham, o'tmish ham bizga oid emas. On, dam bizniki. Onni, damni yashamoq, tiriltirmoq zikr bilan bo'ladi. Nafas zikr bilan kirib, zikr bilan chiqsa, bugunni yashagan bo'lamiz. Onni yashash ma'nosini tushungan uchun hayotini isloh qilishiga yetib ortadi. Zero bugunning ichidagilar o'tmishdagi ishlarimiz samarasidir. Kelajakda oldimizdan chiqadigan ishlar esa bugun qilgan amalimizning asari. Dam bu damdirning ma'nosi shu. Yillardir farz va sunnat ilmini o'rganib, amal qilishga harakat qilsam ham, qalbimning bir tomoni doim bo'sh qolar edi. Qayerda bu bo'shliqni to'ldiruvchisi deb o'ylardim har doim. Bugun shu savolimga javob topdim. Nikam ul-Ataiya kitobida bir hadis o'qidim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ilm 3tadir. Bular farz, sunnat va 3-inchisi bilmaymandir degan edilar. Butun boshli bir ilmning ismi, jismi bilmayman. Bir zumda qalbimning bo'shlig'i to'ldi qoldi. Tabiiyki, bilganiga amal qilgan kishi bilmaganini o'rgana oladi. Ba'zi ilmlarni aql ham, mantiq ham hal qila olmaydi. Bilmayman deydi. Go'zal bumerang.
Misrlik tadqiqotchi, energiya va xarj ilmi olimi Mahmud Husayn solih amallarning frekansiyalarini o'lchab chiqdi. Ular quyidagilar: saxiylik 95 Gz, mamnuniyat 150 Gz, rahmat 150 Gz. Butun jonlilar, tabiat, insonlarga nisbatan sevgi va marhamatning frekansiyasi 150 Gz dan yuqoriga ko'tarila boshlaydi. U amali solih ishlanganlarning aurasini kuzatdi. Ular teshilmaydigan, sinmaydigan darajada qalin edi. Immuniteti eng faol nuqtada bo'lib, frekansi 205 Gz ga teng. Duo, Qur'on o'qish, zikr va yaxshi niyatning frekansi 300 dan boshlab 700 Gz ga qadar chiqdi. Qalbdan qilingan sajda va ibodatlarniki 700 Gz dan boshlab 1,5 Gz gacha. Bunday insonning qalbi energiyaning ulkan elektromagnit reaktoriga aylandi demakdir. Taqvo egalarining frekansi 1,5 Gz dan boshlanmoqda. Bundan ham yuqori titrash, to'lqinga ega bo'la olamizmi? Albatta. Sajda, sevgi, tabassum, ne'mat, shukr, zikr, sport, tabiat qo'yni, tabiiy halol ozuqa va meva sabzavotlar, jonli suv, buloq suvi yoki muzlatib keyin eritilgan suv kabilar bilan oshirish mumkin. Faqatgina duolarning frekansi 120 Gz dan boshlab 350 Gz gacha chiqadi. Ayniqsa sajdada yig'lamoq, ko'z yoshi Robbimizning hamma narsani haq qilgan suvining qalbimizdagi maxfiy xulosasidir. Nechta insonga xursandchilik ulasha olsak, quvonchimiz shunchalik katta bo'ladi. Chunki boshqalarga xursandchilik berarkan, insonning o'zi ham huzurli bo'ladi. Birovni xursand qilishga eng ko'p bizning ehtiyojimiz bor. Alloh taolo baxtni fidokorlikning ichiga yashirib qo'ygan. Yolg'iz qolib, yolg'iz yashab baxtli bo'linmaydi. To'g'ri, Alloh ila yolg'iz qolgan halovatning ta'mini totadi. Ammo doimiy huzur va xursandchilik kimgadir qilingan infoq va yordam bilan qozoniladi. Chunki ularga bu yo'l bilan Allohni sevdira olamiz. Baham ko'rmoq eng go'zal bumerangdir. Kimgadir uzatasan, u sening qalbingga qaytib keladi. Shunday yashashda davom etsang, huzur sening orqangdan qolmaydi, doim yuguradi. Zindonga tashlansang, seni qidirib zindonga ham keladi. Qur'oni Karimning 70 dan ziyod o'rnida solih amaldan, 100 dan ziyod o'rnida infoqdan so'z ochilgan. Chunki insonning solih amal, oson, infoq qilish qiyin. Biz solih amallarimiz bilan jannatga kiramiz desak, biroz yanglish tushungan bo'lamiz. Tahorat tekin, namoz tekin, ro'za, tasbih, zikr tekin, ammo infoq pulli. Robbim, molingni xarj qil, ber. U seni boshqarmasin, sen uni boshqar, deydi eng go'zal tilda. Chunki Qur'on butun ilmlarning ona tilidir. Yoki Molik ibn Dinor aytganidek, yomg'ir tuproqning bahori, Qur'on mo'minlarning bahoridir. Qo'ng'iroq taqilgan bo'rilar. Ba'zan internetda insonlarning manmanlik va xudbinlik bilan shuncha mantiq va aqldan uzoqlashib, haqiqatni eshitmaslik uchun o'limni tanlayotganiga guvoh bo'laman. Haqiqatni eshitsa, kayfi qochib, huzuri buziladi. Xuddi ana shu nuqtada metamakon jonga suv kabi oraga kiradi. Bilishni xohlaganlar uchun haqiqat ma'lum bir nuqtadan keyin paypoq so'kilganidek so'kilib ketadi o'zi. Ammo insonlarning nafsi bunga qarshi chiqib so'kilgan joyni yana tugib tashlaydi. Metamakon o'liklarning diyori yoki narigi dunyo degani. U sizga oxiratni unuttirib, kunlik kayf, xursandchilik, mazadorisining dozalarini oz-ozdan berib turadigan virtual jannatdir. Ya'ni yolg'onlarning ichidan huzur qidiruvchilarning utopiyasi. Hech kim bilan tortishmayman. Tortishmoq zamonimni o'ldiradi xolos. Insonlarning zehni tom ma'noda nazorat ostida.
Dardlarimiz aslida bir dona shikoyatni boshlashimiz bilan u ikkita bo'ladi. Koshki o'sha ikkita bilan qolsa, ammo biz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizni ochamiz va nechta obunachimiz bo'lsa hammasiga ulashib chiqamiz. Rasman dardimizni bir qo'ng'iroq qilib bo'ynimizga osib, jiringlata boshlaymiz. Go'yo hamma narsa odatiydek, vaholanki o'rgimchak uchun oddiy bo'lgan narsa pashsha uchun o'lim. Insonlarning eng ko'p ishongani eng oz anglaganlaridadir. Uzun yillarga tayangan tajribam deydiki, insonlar yoshligida o'rganadi, keksayganida tushunadi. Keyin esa tajriba va ilm sabr qilib bo'lmaydigan qiynoqqa aylanadi. Chidab bo'lmaydigan iztiroblarning mukofotidir yozmoq, degan edi koreyalik yozuvchi Byun Chhol Han. To'g'rini yozish va gapirish, vaqt va zamonamizga qilinayotgan zulmning haqiqatini tushuntirish ortidan atrofimda bitta ham do'st qolmadi. Zulm turlari aslida hech qachon eskirmaydi. Bo'rilar podaning ichiga kirganida suruvdagi qo'ylardan bittasini yeydi, ammo hammasini yorib tashlaydi. Podadagi qo'ylarning yorib ketilishi cho'ponlarning och qolishi, inqirozga uchrashi demakdir. Cho'ponlar keyin nima qilardi bilasizmi? Bo'rini tiriklay tutish uchun yo'lga tushardi. Usullarni bilar, tutardi ham. Bo'rini ushlaganidan keyin uni urib, qiynab, o'chini olmasdi. Silab, siypab, o'pardi. Faqat bo'yniga bitta serkaning qo'ng'irog'ini taqib qo'yib yuborar edi. Bo'ri ham xursand bo'lib qochib qolgan. Qo'ng'iroqli bo'ri bundan keyin hech qaysi jonliga yaqinlasha olmaydi. Chunki qo'ng'iroq ovozni eshitgan hayvon undan qochadi. Bo'ri tog' adirda behudaga yugurib, hech nima ovlay olmasdan ozib-to'zib, oxiri ochlikdan bo'kirib o'lib ketardi. Bu inson xayoliga kelgan iskanja va zulmdan eng qo'rqinchlisi edi. Bo'ri faqat ochlikdan o'layotganida tushunib yetardi. Bo'yniga qo'ng'iroq taqqanlarning va uni silab, siypab o'pganlarning niyatini. Talabalari Imom Ahmadga: Ustoz, bugun o'g'lingiz vafot etdi. Janozangiz bor. Xohlasangiz bugun dars o'tmang, deganida buyuk imom: bir kunda ikkita musibatni ko'tara olmayman, degan edi. O'g'lining janozasiga vaqt sarf etishni musibat va ilm majlisiga zulm deb bilardi. Kitob tugadi. Muallif Marziya Saidam. Uni o'qidi Yulduz Akmaljon qizi.